27 fevral kungi noxush xabar 5 nafar yigit umrining erta xazon bo'lishi bilan bog'liq edi. Biz talabalar ijarada turgan uyga keldik, ammo qo'shnilarning ko'rsatmalariga qiziqmadik. Negaki, tergov xulosasigacha taxminga tayangan ma'lumot ayta olmaymiz. 5 nafar talabaning jasadi topilgan uy mana shu xonadon. Hozir hovli eshigi muhrlangan, tergov harakatlari davom etmoqda, o'lim sabablari o'rganilmoqda. Yunusobod tuman prokuraturasi tergovchisi Muhriddin Azizov o'lim tafsilotlarini o'rganmoqda. Yunusobod tumani Injobod ko'chasi 61-uyda 5 nafar fuqaroning vafot etganligi holati bo'yicha Yunusobod tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur vafot etgan 5 nafar fuqaroning 3 nafari Toshkent axborot texnologiya universiteti talabasi, 1 nafar Inha universiteti talabasi va 1 nafar Singapur menejment rivojlantirish universiteti talabasi bo'lgan. Hozircha sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasigina ma'lum. Sudga tibbiyot ekspertizasining dastlabki ma'lumotnomasiga ko'ra 5 nafar fuqaroning o'limiga noma'lum etiologiyali zaharlanish ma'lum qilingan. Dastlabki tergov harakatlari yakuniga ko'ra qo'shimcha ma'lumot berilishi ta'minlanadi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Sanjar Shermuhammadov, Toshkent.